Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin Lavrovdan norozimi? Moskvada kadrlar bo'yicha signallar. Kelishilgan holda qatnashmadi degan izoh bilan Sergey Lavrov Xavfsizlik kengashi majlisida ko'rinmadi va G20 sammitida Rossiya delegatsiyasini boshqarmadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov aftidan mamlakat prezidenti Vladimir Putinning nazaridan qolgan. Lavrov Rossiya Xavfsizlik kengashining muhim majlisida qatnashmadi va G20 sammitida Rossiya delegatsiyasini boshqarmadi. Yozilishicha, Putinning noroziligi sabab AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuvning o'tkazilmay qolgani, bunga esa Rossiya TIP rahbarining AQSh davlat kotibi Marko Rubio bilan muvaffaqiyatsiz suhbati turtki bo'lgan. Bundan avval Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin avvalgidek delegatsiya rahbari qilib Sergey Lavrovni emas, prezident ma'muriyatining rahbarining o'rinbosari Maksim Oreshkinni tayinlashga qaror qilganini ma'lum qilgan edi. Bo'lib o'tgan Putin Rossiya Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari bilan o'tkazgan majlisida unda to'laqonli yadroviy sinovlarni tayyorgarlikni boshlash masalasi muhokama qilingan. Lavrov qatnashmadi. Kommersant manbasining aytishicha, vazir bu yig'ilishda kelishilgan holda ishtirok etmagan. Oktyabr oyi oxirida xabar qilingandek, Oq uy 21 oktyabr kuni Lavrov bilan keskin suhbat o'tkazgandan keyin AQSh davlat kotibi Rubio prezidentga Rossiya muzokaralariga tayyorgarlik ko'rsatayotgani yo'qligini aytgani ortidan Tramp va Putinning Budapeshtdagi sammiti bekor qilgan. Sammit yuz bergan qolganidan ko'p o'tmay AQSh Moskva bilan boshlangan Ukrainadagi urushni tinch yo'l bilan yakunlash jarayoniga Rossiyaning jiddiy qiziqishi yo'qligi bilan izohlab, Rossiyaning neft gigantlariga Rosneft va Lukoylga qarshi sanksiyalar joriy qilgan edi.